Bugun dehqon va tadbirkorlarning samarali ish olib borishlari uchun zarur barcha sharoitlar yaratib berilgan. Harakat, mehnat qilgan odam mehnatiga yarasha daromad topib, turmushini chiroyli qilmoqda. El dasturxoni to'kin, bozorlar arzon bo'lishiga hissa qo'shmoqda. Sabzavotchilikda kech kuzgi ekish muddatini mirishkor dehqonlarimiz 90 bosti ekin deb atab kelgan. Chunki bu ekinning urug'i yerga sepilgandan so'ng qishning 90 kunlik sovuqli kunlari bosti degan ma'noni anglatgan. 90 bosti uslubida ekilgan sabzavot ekinlari urug'lari erta ko'klamda yerdan juda barvaqt unib chiqib, tez rivojlanishi hisobiga erta hosil beradi. Kech kuzda sovuq va namgarchilik boshlanmasdan oldin 90 bosti usulida ekish uchun sovuqqa chidamli sabzavot ekinlaridan sabzi, piyoz, osh lavlagi, karam, ko'katlardan ismaloq, shivit, petrushka, selderey, kashnish ekinlarining urug'lari sepiladi. 90 bosti qilib sepiladigan sabzavot ekinlari urug' sarfi me'yori 20% gacha ko'p bo'ladi. Ma'lumki, lalmi va suv tanqis maydonlarda ham 90 bosti ekish muddatida sabzavot ekinlarini ekib, yaxshi iqtisodiy samaraga ega bo'lish mumkin. Shu bois bugun viloyat dehqonlari hamda aholi xonadonlarida ham 90 bosti mahsulotlari yetishtirishga alohida e'tibor qaratilayotgani o'z natijasini bermoqda. O'simliklar karantini va himoyasi agentligi tizimi mamlakatda o'simliklarni vegetatsiya davri davomida o'simlik zararkunanda kasallik begona o'tlardan himoya qilish bilan bir qatorda ularni daladan dasturxongacha tamoyili asosida qolaversa, jahon bozoriga olib chiqishda ham mas'ul organ hisoblanadi. Shu nuqtai nazaridan yetishtirilayotgan mahsulotlarimizni fitosanitar holatiga baho beruvchi organ sifatida faoliyatimizni olib boryapmiz. Bugungi kunda viloyatda qishloq xo'jaligini mahsulotlarini yetishtirishda juda ham katta e'tibor qaratilib kelinyapti. Aynan bugun Karmana tumanining Narpay hududidamiz. Bu yer o'zini tuproq iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda bu yerda takroriy ekin sifatida sabzavot ekinlari ekilyapti. Bu hudud aholisi, fermer xo'jaliklari mana shu sabzavotchilik yo'nalishida hadisini olgan. Shuning uchun bir narsaga alohida to'xtalib o'tishimiz kerakki, 2025-yilda mamlakatimiz rahbari muhtaram prezidentimizning Mo'g'uliston davlatiga oliy darajadagi tashrifi davomida u yerdan mayda shoxli mollarni xarid qilish va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Mo'g'uliston davlatiga eksport qilish bo'yicha muhim bir kelishuvlarga erishilgan edi. Shu munosabat bilan bugungi kunda viloyatimizdagi Navoiy xalqaro aeroportidan Mongoliyaga Mo'g'uliston davlatiga qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti boshlangan. Bugungi kunda mahsulotlarni fitosanitar toza hududlardan eksport qilish maqsadida mahsulot pishib yetiladigan, pishib yetilgan dala maydonlarini fitosanitar holatini o'rganish bo'yicha inspektorlarimiz joylarda fitosanitar nazorat tadbirlarini amalga oshirilyapti. Bu mahsulotlarni yetishtirildi. Endi nobudgarchiliklarsiz dehqonlarimizni iqtisodiy daromadlarini, moliyaviy manfaatlarini oshirish maqsadida agentlik tizimida barcha amaliy ko'mak berib kelinyapti. Fitosanitar sertifikatlar rasmiylashtirish va eksportgacha bo'lgan jarayonlar, mahsulotlarni eksport qilishga eksportyor korxonalarni jalb qilish bo'yicha joylarda tizim vakolatlari doirasida tegishli ishlar amalga oshirib kelinyapti. Bu o'ylaymizki, dehqonlarimizning manfaatlarini oshirish yurtimiz ravnaqi yo'lida muhim bir amalga oshirilayotgan ishlardan bo'lib hisoblanadi. Xalqimizda 90 da sug'orsang 90 botmon hosil olasan degan purma'no maqol bor. Bunda qishning 90 kuni nazarda tutilgan. Bu naql bejiz aytilmagan. Negaki mutaxassislarning ta'kidlashicha, kuzda ekilib, qor ostida qoldirilgan sabzavot ekinlari urug'lari erta ko'klamda yerdan juda barvaqt unib chiqib, tez rivojlanishi hisobiga erta hosil beradi. Erta bahorda esa mahsulotning bozori chaqqon bo'lishi sir emas. Karmana tumani dalalarida ham ayni damda 90 bosti ekinlarining barq urib rivojlana boshlaganini ko'rib ko'zingiz quvonadi. Tumanning Narpay va Jaloyir mahallalari hududida sabzichilik yaxshi rivojlanib bormoqda. Sabzining qizil rangli, mahalliy, ziynatli, farovon, xorijning Shantani 2461, Kanada, Karson kabi nav va duragaylarini ekish ishlari olib borilmoqda. O'simliklar karantini bo'yicha mutaxassislar nazorati tabaqalashtirilgan tarzda mineral o'g'itlar bilan oziqlantirilgan. Begona o'tlarga qarshi kurashish bo'yicha
tavsiya asosida tanlab ta'sir etuvchi preparatlardan o'rinli foydalanilganligi, ekinlar qo'shimcha ravishda biostimulyatorlar bilan oziqlantirilganligi bugun o'zining ijobiy samarasini berdi. Bizni fermer xo'jaligi Karmana tumani Arabxona mahallasi hududida joylashgan Sherxon Karmana fermer xo'jaligi yer maydoni 110 gektar bo'lib, shundan 50 gektar g'alla, 50 gektar paxtaga moslashtirilgan. Biz g'allani o'rib terib olganimizdan keyin takroriy ekin qilib, sabzavot mahsulotlari, kartoshka, shalg'am, sabzi ekib foydalanib olamiz. Hozirgi kunga mana shu dala maydonimizda 25 gektarga yaqin sabzi mahsulotlari ekilgan. Biz bu sabzi mahsulotlarini olib qishga xolodilnikka qo'yamiz va keyin muzlatgichga qo'yamiz, so'ng xalqqa sotamiz. Maqsadimiz shu ekologik mahsulotlarni xalqimizga yetkazib berish. Shu oziq-ovqat xavfsizligiga hissa qo'shish. Hozir mana shu dala maydoniga o'tirgan yerimizga, misol uchun agrotexnik ishlari olib borilgan. Keyin qo'l mehnati ham juda ko'p talab qiladi. Qo'l mehnatiga ham bir 30-40 ayollarni jalb qilib, ularni kunlik pullarini berib, shu jarayonga keltirganmiz. Karantin inspeksiya xodimlari ham o'z tavsiyalari bilan sabzavot mahsulotlarini rivojlantirish uchun ular ham o'z hissalarini, fikrlarini berib boradilar. Aslida sabzi yurtimizning janubiy viloyatlarida 1-30 dekabrda, markaziy viloyatlarda 15 noyabr, 15 dekabr va shimoliy viloyatlarda 1 noyabr, 1 dekabrda 90 bosti usulida ekiladi. Urug' sarfi gektariga 5-6 kilogramni tashkil etadi. Urug' sepilgandan so'ng maydon sug'orilmaydi. Bahorda unib chiqishi bilan darhol begona o'tlardan tozalanadi va yagana qilinadi. Sabzi 2 kunda o'taladi. Dastlabki o'tash sabzi bitta chin barg chiqqanda, keyingisi esa 3-4 barg chiqarganda o'tkaziladi. Tuproqning namligi 70-75% bo'lishi lozim. Urug'ning unib chiqishiga qish va bahorda yoqqan yog'ingarchilik miqdori yetarli hisoblanadi. Yurtimizda ukrop, ya'ni shivit oshko'kining mahalliy O'zbekiston 243, orom va chet elining anet navlari ekiladi. Ko'kligida ishlatiladigan ukrop urug'i maydonga qalin qilib sepiladi. 1 gektar yerga 20-25 kilogramm urug' sarflanadi. Urug' ko'pincha noyabr-dekabrda ochiq dalaga ekiladi. Ukrop urug'i sekin unib chiqadi. Ukrop o'toq qilish, qatorlar orasini yumshatish va bostirib sug'orish yo'li bilan parvarish qilinadi. Joriy yilda akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti Navoiy ilmiy tajriba stansiyasiga qarashli bog' chetida tajriba sinov sifatida ilk bora avgust oyida 2 gektar maydonda shivit oshko'ka ekildi. Natija esa mana bunday yashil maydonlardan ertangi hosil olish bilan quvonarli. Mana birinchi yil mana shu 2 gektar yerga shivitni ekdik. Bug'doydan keyin mana shivitimiz bu 2 xil usulga ekildi. Mana bunisi tirnalash bo'yicha ekildi. Bu yog'i urug'ni o'zi sepilgan. Bu tajriba qilib ko'rdik. Mana shivitimiz eng hosildor, zo'r bo'ldi. Kimyoviy usullarni hammasini qo'lladik. Chiroyli bo'ldi. Hosildorligi zo'r. Biologik mahsulotlardan foydalanib turdik. Hosildorligi zo'r bo'ldi. O'z vaqtida suvini, o'z vaqtida qarorlarni hammasini qilib turdik. Shivitimiz zo'r bo'ldi. Bu juda foydali mahsulot, yurakka foydali. Men o'zim bu shivitni yaxshi ko'rganim uchun shu yil 2 gektar ekdim. Kelgusi yilda buni ko'paytiraman, turlarni ko'paytiramiz. Mana shalg'am, sabzi, shivit, sabzavot ekinlarini juda ko'p ekmoqchi bo'lib turibmiz. Qolaversa mahsul ishchilarni ham hammasini ish bilan band qilgan biz. Karmana tumani Narpay hududidagi akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tajriba stansiyasiga qarashli bog'da 90 bosda ekin sifatida Yarashib Komil akamiz shivit sabzavotini yetishtirib elimiz dasturxoniga va ichki bozorga sifatli oshko'klarimizni yetkazib berishda o'zining katta hissasini qo'shmoqda va bunga
bizni o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi Karmana tuman bo'limi inspektorlari bilan o'zimizni tegishli tushuncha va tavsiyalarimizni berib, yaqindan yordam berib kelmoqdamiz. Birgalikda dehqonimiz bilan shivitni biomahsulotlardan foydalangan holda iloji boricha mana shu kimyoviy dorilardan tashqari biomahsulotlardan ko'proq foydalangan holda parvarishlashda agrotexnika ishlarini to'g'ri va oqilona bajarish bo'yicha tavsiyalarimizni berib kelmoqdamiz. Mana ko'rib turganimizdek, oshko'klarimiz birinchi tajriba sifatida ekilgan edi. Kelgusi yilda xudo xolasa dehqonimiz Komiljon aka bundan ham kengroq, kattaroq yerlarda mana shu mahsulotlarni, sabzavot mahsulotlarini yetishtirib, elimiz dasturxoniga, ichki bozorga o'zining yuqori hissasini qo'shib kelmoqda. Ayrim hollarda kunlar salqinlaganda ham to'qsonbosdi ekinlar ekish borasida aksariyat yurtdoshlarimizda yetarlicha tajriba bo'lsa-da, bunday ekinlar ekishga hafsala qilishmaydi. To'qsonbosdi ekinlar nafaqat daromad manbai, balki salomatlik uchun ham foydali mahsulotlar sanaladi. Shu bois navbahorlik yurtdoshlarimizning aksariyati kuz faslida o'z tomorqalarini bo'sh qo'ymagan holda ismaloq va sarimsoq piyoz ekish borasida anchagina tajriba to'plashgan. Sarimsoq piyoz yil davomida 2 marta bahorda va ko'proq kuzda ekiladi. Sarimsoqning e'tiborli xususiyatlaridan biri shuki, u boshqa sabzavotlarga qaraganda sovuqqa ancha chidamli, ya'ni 7-8 daraja sovuqda ham nobud bo'lmaydi. Havo harorati 10-15 daraja bo'lganda unib rivojlanishi yaxshi davom etadi. Kuzgi ekish ishlari iyul oyining o'rtalaridan oktyabr oyining o'rtalarigacha davom etadi. Ekishning eng maqbul payti avgust-sentyabr oylaridir. Sarimsoq o'g'itga ancha talabchan hisoblanadi. Shuning uchun sarimsoq piyoz yetishtirish oldidan ekin maydoni mahalliy va mineral o'g'itlar bilan qayta ishlanadi. Aholi xonadonlarida tuproqning ta'minlanganlik darajasidan kelib chiqib, piyoz va sarimsoq piyoz ekinlari mutaxassislarning bevosita tavsiyasiga asosan mineral va mahalliy o'g'itlar bilan boyitilganligi ekinlarning bir tekis unib chiqishini ta'minladi. Aholi xonadonlaridagi piyoz va sarimsoq piyoz ekinlarini yer osti zararkunandalardan himoya qilish maqsadida ayni kunlarda ikkinchi marotaba fitosanitar nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Navbahor tumani Yangi hayot mahallasida istiqomat qilamiz. Mana bu aholining o'zini tomorqasidan samarali foydalanish, tomorqadan 3-4 marta hosil olish nimasini yo'lga qo'yib, biz hozirgi kunda qish mavsumiga 90 bosdi ekinlardan sarimsoq piyoz ekkanmiz. Sarimsoq piyozi bu daromadi juda yaxshi. O'sha 1 sotikka yoki 1 gektarga eksa, bu gektaridan 15-18 tonnagacha hosil beradi. Ketadigan urug'lar ekish jarayonida 1 tonnacha urug' ketadi. Hozir bizni maydonimizga sarimsoq piyozni mayski nav ekilgan. Mayski nav bu may oyida pishib yetiladi. May oyidan keyin bu yerimizga yana takroriy ekin ekishga imkoniyatimiz bo'ladi. O'simlikni parvarish davriga bu o'simliklar karantini bizga amaliy yordam beradi. Har doim kelib, ko'rib, o'zlarining tavsiyalarini berib, hosilni kasallanmasligi, uni qanday rivojlanishi, qanday dorilar, qanday bioximik o'g'itlar berishimizni tavsiyasini berib turadi. Hozirgi kunda bizga bir 30 sotik hovlimizdagi 30 sotik tomorqaga ekkanmiz. Xudo xolasa buni hosili ham yaxshi bo'ladi, daromadi ham yaxshi daromad beradi. 30 sotikdan o'rtacha 4-5 tonna hosil olsangiz bo'ladi. Yaxshi daromad bo'lsa 4-5 tonna hosil bo'ladi. Bu oilaga, ro'zg'orga ancha qo'shimcha bo'ladi. Ko'pni ko'rgan tajribali dehqonlarimiz fasllar almashayotgan ushbu betakror kuz pallasida qanday yumushlarni bajarish zarurligini juda yaxshi biladi. Tabiat injiqliklari bilan kurashaverib toblangan dehqonlar ayni kunlarda har bir daqiqani g'animat bilib, undan unumli foydalanish uchun harakatda. 90 bosdi fermer va dehqonga kutilgan daromad keltirishi bilan birga bozorlarimizda narx-navo barqarorligini ta'minlashda ham muhim ahamiyat kasb etadi.